Assalomu alaykum do'stlar. U ovoz chiqarmaydi, u paydo bo'ladi. IM Motors L7 elektr yirtqichi yangi davrga xush kelibsiz. Bugungi obzorni boshladik. 578 ot kuchi 3.9 soniyada 100 ga chiqadi. Bu motor emas, bu raketa. Yo'lni sezmaydi, uni zabt etadi. Vujudida hech qanday ortiqcha chiziq yo'q. Nur esa boshi va oxiri yo'qdek. Bu dizayn nafaqat chiroy, bu bayonot. Ichkarida umumiy 39 dyumli ikkita ekran, haydovchi uchun alohida 13 dyumli displey, 22 ta dinamik, akustika 1120 Watt. Boshqaruv kosmik darajada, haydovchi uchun alohida zavq. Nemis teri, panoramik tom, IMED tizimi, 22 ta sensor, Nvidia chipi, 3 darajali avtonom haydash. U nafaqat eshitadi, u o'ylaydi. Zaryad chaqmoqdek 708 km yuradi. IM Motors L7 bu shunchaki mashina emas, bu siz boshqaradigan kelajak. Test drive'ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.